Hozircha Venancio Lopesning atayin qilayotgan ishini ko'rinyapti. Mana shu raqibni o'z maydoniga chorlash. Chunki birinchi kundanoq ko'rdikki, Tojikiston ortga chekinishi yo'q. Mana bu yerda ortga chekinayotgan edi. Tojikiston terma jamoasi hisobni ochdi va ana endigina bizda tarkib o'zgaradi. Startda faol ishladi. 3 daqiqa yaqinlari borayotganida Tojikiston terma jamoasi gol urmoqda. Darvozabon oyoqlari orasidan o'tkazdi. Himoyachi vakillari to'pni o'tkazib yubordi. Futbolning yo'lak ochildi. Mana bu yerda yaxshi zo'r o'ynadi. Aqlli o'ynadi va aqlli ochildi. Berkinov imkoniyat pas. Hisob tenglashyapti. Berkinov zarbasidan so'ng tojikistonlik futbolchi o'z darvozasiga to'pni joylab qo'ymoqda. Yerda o'sha taym-outdagi ko'rsatmalar. Robert yana Berkinov oxirigacha kurashdi. Mana takrorni ko'ramiz. Jo'rayev qarang. Jo'rayevga aynan Berkinov olib berdi va o'zi juda chiroyli ochildi. Hammasini bu yerda Berkinov bajardi desak ham bo'ladi. Kamron Aliyevdan darvozaga kirib ketgandi to'p qoldi. Zarbasidan so'ng tojikistonlik futbolchi o'z darvozasi. Berkinov. Jo'rayev gol! Ajoyib zarba. Sunnatulla Jo'rayev. Baribir urdi. Zo'r. Mana shu ko'pchilikning o'zi havasini hal qilib qo'ydi. Va Sunnatulla Jo'rayev hamda Berkinovni qayta aytamiz. O'zi Berkinov o'yinga tushganida yo'q. Burchak zarbasidan mana shunday gol urishga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Hamroyev, Ropiyev yaxshi uzatmani amalga oshirib berdi. Oyoqni yuqoriga ko'tarmadimi hozir raqib vakili? Yo'q deyapti hakamlar, o'yinni davom ettirish kerak deyaptilar. Va Tojikiston Hamroyev hozir raqib foydasiga. Hisob tenglashmoqda 2-2. Tojikiston vakillari mana bu javob bergandik va hozir Ixtiyor Ropiyev ajoyib zarbasi bilan hisobni bizning foydamizga o'zgartirmoqda 3-2. Juda tez javob va Ropiyev mana shu jarayonda zo'r ishlayotgan edi o'zi. Oxirgi daqiqalarda eng faol futbolchi Ixtiyor Ropiyev bo'lib turgan edi o'z uslubida, ya'ni kuchli zarba bilan darvozani ishg'ol etmoqda. 4-raqamimiz egasi Ixtiyor Ropiyev. Darvozabon har qancha harakat qilmasin bu zarbani qaytarib bo'lmasdi. Ham qiziqarli bahs bo'ldi, olovli o'yin bo'ldi va unda vakillarimiz 3-2 hisobida g'alabani qo'lga kiritishmoqda. Chiroyli o'yin, chiroyli bahs va chiroyli g'alaba terma jamoamizda. Ikki terma jamoaga ham mana shu o'yin uchun rahmat aytamiz va Ну, во-первых, хочу поздравить сборную Узбекистана с победой. Ну, игра была, вы сами видели. Борьбы много было, накала много было. И были моменты у нас и у вас. Ну, победил сильнейший. Да. Ну, это у нас первый этап подготовки к чемпионату мира. Это первые игры, которые мы играем. После чемпионата Азии это первая наша игра международная. У нас хорошая группа, чемпион Европы, чемпион Африки, чемпион Центральной и Северной Америки. Ну, будем выходить и стараться в каждой игре играть на победу. У нас только такая задача. Ну, это первый у нас турнир, первый на чемпионате мира. Ну,
Я думаю, мы на каждой игре будем выходить только на победу, потому что представляем свою страну, свою нацию, поэтому постараемся каждому сопернику дать бой.